Assalomu alaykum. Bibixonim maqbarasi. O'rtoqlar. Kirib ziyorat qilib chiqamiz hozir. Bibixonim maqbarasi. Bu yer ham pullik. Albatta, pul to'lab keyin kiramiz. Chiroyli qilib qo'ygan. Bibixonim maqbarasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul aka? 10 mingdan. Ye? Qayerdansizlar? Namangandan. Necha kishi? 2 kishi. Namangonga o'xshamayapsiz-ku. Nimaga? Bilmasam, turistga o'xshayapsiz. Ha, yo'q. Turist qaydan bo'lishi mumkin? Turist bo'lib chet elda qayerdan? Turkiyalik. Turkiyalik Roman o'zbekcha gapira olmas. Ha, yo'q gapiradi. Даже yaponlar gapiradi o'zi. Bizniki Namanganda o'zida. Ha, yaxshi keldingizlarmi? Gullar shahridan deng. To'ladimi, ha? Marhamat. Katta rahmat. Ko'rdilaringmi? Bismillahirrohmanirrohim. Qur'oning bormi? Mana. Bibixonim maqbarasi. Ichkarida qabrlar. Qabrlar kimda qabr ekan hozir o'qiymiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta ekan. Ko'ryapsizlar-a? Hozir pastga tushib bo'lmas ekanda? Ha, bir payti pastga tushib duo o'qib. O'shada. Hozir mumkin emas ekan. Joyi bor, endi hozir mumkin emas shekilli. Ha, bor ekanmi? Hozir pastga tushib Qur'on o'qiymiz, Xudo xolasa mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Men birinchi marta kelganda qizim kirmadi. Bilet oldim, lekin kirmadim. Ha? Kichkina qizim bilan katta qizim bilan ko'chada qoldim. Yiqilib tushdi. Tushdi. Meni olib, yo'q, yomon. Keyin Bismillahirrohmanirrohim. O'qing. Auzubillahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohu somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohu somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohu somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallohu azim. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Duo qiling. O'tganlarni oxiratini obod qilib, Bibixonim buvimizga ham Allohim oxiratlarini obod qilib, Parvardigori ilam. Mana shu yotgan barchalarni Allohim oxiratlarini obod qilib, joylarini jannatdan qilgin. Hayotlik davrlarida bilib bilmay qilgan katta kichik gunohlarini fazl karaming bilan kechirib, qabrlarini keng qilgin, jannat nuriga to'ldir. Qiyomat kunidagi savol javoblarni oson qilib qo'y Allohim. Qolganlarni umriga, rizqiga baraka bergin. O'z yo'lingda adashmay yashab yurishimizni barchamizga nasib eylagin Alloh. Bandam degan o'z holimizga tashlab qo'ymasin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan qil azabannar rahmatika ya rahmonur rahim. Allohu akbar. Allohim o'zingga shukr. Birodarlar, endi mana shu qabrlar mana.
Qaysi birlari endi Bibixonim bilmadik. Mo'ljalimda Bibixonim mana bu oq surib tashlab qo'yishibdi. Oq surib tashlab qo'yishibdi o'rtoqlar. Qolgan 3 talarni bilmadim. Bibixonim mashlarmi? Ya mayli. Bibixonim mana shu bo'lsalar kerak-da endi mana. Allohim oxiratlarini obod qilsinlar. Joylarini jannatdan qilsinlar. Puldan tashlab qo'yma nega Bibixonim bering bor? Mayli yo'q. Ha? Ayıbım bacı. Ayıbım bacı. To'xtab tur. Ravshan tashur. Bibixonimga demayli endi. Alloh o'zi dargohida qabul qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qani? Ketdik. Проходите. Ya Allah. I wonder how old this is. It's quite old. Here, let these people go. Yeah, let this guy come back. Welkom of Uzbekistan. Thank you. Ko'p to'yalar. Katta rahmat. Mana o'rtoqlar, Bibixonimni ziyorat qilib chiqdik. Qachondan beri shu Bibixonimni maqbarasiga kelaman deb turdim. Bo'pti, xayr o'rtoqlar. Bo'pti. Endi Temur bobomizga boramiz, xudo xolasa. Hozircha xayr.